qancha bo'ladi? Ha. Dirham 0.30 dirham 1 coin. Endi hisoblang 34. Ebe eshitibsiz, madiyumda hisoblang. 0.30 coinni ko'paytiramiz 34 mingga. 0.30 0 ko'paytiramiz 34 ming ravno 10 ming kan. 10 ming qancha bo'ladi? 10 ming 200. Qancha bo'lar ekan 10 ming 200? Tashlasangiz tashlang tezroq be. O'zim o'chiring iltimos. O'qay tashlang. Uyni pulni ishlashim kerak, tashlang. Uyni pulni to'lashim kerak. Qachon? Yuragim qisib o'rdiz. O'zim so'rayman, tashlamasangiz tashlamang, o'zingiz bilasiz. Tanışsınız. Tanıştınız. Tanımayız. Hazırlaşıp da taşamayla baribir. Duh kerak tashlash uchun. Bu magat qilishar. Bu magat. O'tkazing muzikani. She'rlar muzikasidan qo'ying mera. Mo'y bratan tigirni qo'ying. Ibi til chiqaraverdi bitasi. Eva, sta ro'zg'orga. Liking 100k bo'lsa tashlaymay. Telefonimizni bering 100k qilaylik. Like bo'lsin.